Onani oldida bola ham topayotganini ham gapirish ham kerak. Katta yaxshi ham pul topyapman. Yaxshi ham yeyapman, daftarga yozdirib qo'yib ham yeyapman. Aya, dada, mazza bo'lyapti bag'i. Topib uzib yuboraman-da deb ham aytish ham kerak ekanda. Chunki ona ham bir ichidagi bir gapni gapirgisi kelar ekanda. Shu gapni gapirsam bir bola uyga borib xotiniga aytibdi. Xotin, ertaga bozordan kelganimdan keyin maqtanaman. Bugun bozor zo'r bo'ldi, qo'l-qo'lga tegmadi. Korobkalar pulga to'ldi deyman. Shunda dadasi bozoringiz yaxshi bo'lgan bo'lsa, 2 dona gril olib keling deysiz. Qani onam nimadir kellar. Xo'p. Ertasiga deydi, haqiqatda bozor yaxshi bo'lsa deydi. Ertaroq shuni qilmagan ekanman deb uyga kelib xotinga maqtanib, "Xotin, bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi" deb desam, xuddi o'rgatilganda dadasi agar bozoringiz yaxshi bo'lgan bo'lsa 2 dona gril olib keling dedi. Onamga deb qarasam, ko'zlari yalt-yalt qildi-da, "O'g'lim, ha, agar bozoringiz yaxshi bo'lgan bo'lsa